Xullas kalom, endi blogerlik qilmoqchiman. Men nima sferada ishlaganman bundan oldin? Meni bundan oldin svadebniy salonim bo'lgan, ro'molimda dalib o'tdim mayli. Necha oy yuvamiz. Svadebniy salonim bo'lgan, O'rizorga duki tarqatganman, o'qdim. Xo'p, undan keyin buxgalteriyada ishlab ko'rganman. 3 yil, adashmasam 3 yildan oshiq, agar 5 yil bo'lmasa hozir esimda yo'q. Undan keyin Yashnobod tumanida makler bo'lib ishlab ko'rganman. Undan keyin Novostroykaga tushib qolganman, Novostroyka bilan ishlash boshlaganman, menejer bo'lib ish boshlaganman Yunusobod tarafda. Undan keyin sotuv bo'limi rahbariga ko'tarildim. Xullas kalom, bundan tashqari mayda-chuyda ishlarni hisobga olmaydigan bo'lsak, men tikaman, plus hozircha hali unaqa professional tikuvchimasman, hozir o'qiyman. Endi adashmasam o'qishim ham to'xtaydi, потому что 2 oylik pulini to'lagandim, hozir yana 2 oyligi bor. No pulini to'la olmadim. Endi ko'ramiz. Nima bo'lsa bo'ladi. Ana, bo'yoqchi makar o'ladi deydi-ku. Men to'g'risi hozir qanaqa chiqishini bilmayman, lekin dahshat bo'ladi menimcha. Короче, shunaqa gaplar. Xullas ishlab ko'rganman ko'p joyda. Juda ham ko'p duki magazin ham ochib ko'rganman, kosmetika bilan ham shug'ullanib ko'rganman. Xullas kalom, ko'p narsa meni yo'nalishim bo'lmagan bo'lishi mumkin. Men hech qachon bitta joyda to'xtab qolmaganman. Har doim ishimni nimadir yengillikdan boshlaganman. Xullas kalom, u bo'ldi, bu bo'ldi. Endi blog snimat qilishni boshladim. Men o'ylaymanki, meni podдержка qilasizlar. Xudo xolasa, chiroyli bloglar, videolar olaman, harakat qilaman maksimalni, chunki men shu yil oxirigacha shuni o'zimda sinab ko'rmoqchiman.